Bakın öyle ettim ha. Ağratında. Çok ağlatında. Bugün Züliyar balamniki barmaqdaki mıxni elibet doktorlar. Apa meni tekshirdim, qo'limdagi mıxni elibetdinglar deb doktorxonaga kulib kirgan adam yig'lab chiqdi-da doktorxonadan. Bu mıxnimi boshqasi olmaydigan qo'ldan tatib elibetdiga, shunchalik kim aytib ketdi, bu balam degan yig'lab, chaqirib ketdi. Boshqa barmoqlarimni to'liq eslik bo'ldi. Mana bir barmoqimni uzilib ketayli deb qolgan barmoqda ham ichidagi so'ngaklar ezilib ketib ketdik. Shundan mıxsagan mıxni bugun doktor elibetib, 3 haftadan keyin yana ekiling, yana kuzatimiz, tekshirimiz deb shuna deydi. Ananikin balning barmoqni ko'proq masqlandirib bering. Ayni vaqtda faqat mush barmoqninki uzilib ketmasligi, faqat saqlanib qolishi uchun lam kuchigan to'q. Ammo qolgani mush balninki keyingi avvalroq bog'liq deb ko'nglimni bir xil g'ash qilib qo'ydi. Bu barmoqning uzilib ketmay mushunchalik bo'lganiga rahmat. Ham qolgani bundan keyin texnik yaxshi bo'lib ketadi. Isqilib chiqasmizning balasi ham bunday kelishmaslik bo'lib qolmoq. Bu og'riqni balam tatib men tasam cho'taydigan og'riqlarni bo'ldi o'zimizga tatayli balamizga kelib qolmasin ish qilib. Ana qizlar homildirlar bu vaqtlar uchun maxsus ko'rilgan ana bolalar parvarish topimizga kirib bo'ldi. Züliyar 28 deganini qilib. Parasamildirlardagi ham bolalarga har xil masalalar qarta sifatli unumli o'zini xohlasam deydigan anlam. Züliyar 28 deganini qilib sizlar uchun o'zim lazmat pulma. Balamo yo'da yasli qo'llanmoqdi deb sig'laydi. Ish qilib ba'zi og'riqlar, ba'zi kelishmasliklar bolalarimizni jiroq tutib, ish qilib bolalarimiz salomat bo'lsin, namaylar salomat bo'laylik.